Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 30-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda jam'iy ism bilan tanishib chiqib, jam'iy ismni biz jam'i salim va jam'i taksir deb ikkiga bo'lgan. Undan keyin biz jam'i salimni jam'i muzakkar salim va jam'i muannas salim deb ikkiga ayirgan. Biz jam'i muzakkar salim bilan tanishib bo'ldik. Endi hozir biz jam'i muannas salim bilan tanishamiz. Bu jam'i muannas salim degan nima deganda, buning har bir so'zining tarjimasini bilsak, bu oddiy. Masalan, jam'i muannas salim. Jam'i muannas salim. Jam'u degan nega gap? Ko'plik ism. Ya'ni ikkidan ortiq narsalarni bildiradigan, o'xshash bo'lgan ikkidan ortiq narsalarni bildiradigan ko'plik ism. Muannas degancha ayollik ism. Salim degancha sog'lom ism. Ya'ni ko'plik bo'lgan vaqtida uning birlik qurilmasi o'zgarmay ko'plik qilingan ism. Demak, bu ko'plik qilgan vaqtida birlik qurilmasi o'zgarmay ko'plik qilingan ayollik ism degan. Endi buning arab tilidagi o'lchamli tunishtirilishi ta'rifuhu, uning tunishtirilishi ma jumi'a bil alif va ta zaidatayn. Ortiq ta va alif bilan ko'plik qilingan ism. Masalan, hindunning oxirgi alif bilan ta'ni qo'shsak hindat, hindi xinimlar, muslimattunning oxirgi alif bilan ta'ni qo'shsak muslimatun bo'ladi. Musulmon ayollar. Endi buningmi shartlari bor. Hamma ayollarning ismlarini jam'i muannas salim shaklda ko'plik qilib bo'lamdi desa, yo'q, hammasi bo'lmaydi. Buning sharti birinchidan inkana sifa, agar biz jam'i muannas salim shaklda ko'plik qilmoqchi bo'lgan ayolning ismi sifat ism bo'lib qolsa, bu sifat ism bo'lib qolsa, valahu muzakkar, uning ayligi bor ekan. Ayligi bo'lgan bir sifat ism bo'lib qolsa, ayyakuna muzakkaruhu qad jumi'a bil vav va nun. Uning muzakkiri, ya'ni aylik shakli va nun bilan ko'plik qilingan bo'lishi kerak. Masalan, alimatun, salihatun, muslimatun deganga o'xshagan biz bu ayollik sifatlarni biz jam'i muannas salim shaklda ko'plik qilmoqchi bo'lsak, buning sharti uning bir erligi bo'lib, erligi vonun, ya'ni jam'i muzakkar salim shaklda ko'plik qilingan bo'lishi kerak. Masalan, salihatunning muzakkiri bor, nima? Salihun. Muslimatunning muzakkiri bor, muslimun. Endi bu muzakkiri cho'qim vonun orqali ko'plik qilingan, ya'ni jam'i muzakkar salim shaklda ko'plik qilingan ism bo'lishi kerak. Masalan, muslimunning ko'pligichi muslimuna, salihunning ko'pligichi salihuna. Demak, bu qoidaga tushdi. Masalan, salihuna, alimuna deganga o'xshagan mushundoq vonun bilan ko'plik qilingan bo'lishi kerak. Shunga bu salihunning ayolligi bo'lgan salihatunni alif ta orqali ko'plik qilinishi bo'ladi. Salihatun, alimatun. Demak, birinchi sharti sifat ulab uning muzakkiri bo'lsa, cho'qim muzakkiri vonun, ya'ni jam'i muzakkar salim shaklda ko'plik qilingan bo'lishi kerak. Ikkinchisi va illam yakun lahu muzakkar, agar uning muzakkiri bo'lmasa, uning uchun bir muzakkari bo'lmasa, fa shartuhu alla yakuna muannatan mujarradan anita. Endi bu ayollik ism ekan, ayollikning bir sifati ekan, lekin uningki muzakkiri yo'q ekan. Uning barobarida bir erlikkichi yo'q ekan. Buning sharti u ta'dan xoli bo'lgan muannas bo'lmasligi kerak. Cho'qim uning oxirida kichik ta bo'lishi kerak. Ta'ul marbuta bo'lishi kerak. Masalan, hoid, homil deganga o'xshagan bo'lmasligi kerak. Bu hoiz, hezdi ko'gich ayol, homil, homildor ayol. Bu ayollar xossim, ayollarning ismi, ya'ni muannas ism. Endi buni jam'i muannas salim shaklda ko'p qilib bo'lamdi degani bo'lmaydi. Nima uchun? Bu ikkinchi shartga tushmaydi. U qaysi? Buning erligi yo'q. Hezlar deganning erligi bo'lmaydi, homildor deganning erligi bo'lmaydi. Buning erligi yo'q. Shundaqla ikkinchi buning qo'shilib keladigan sharti shundaqla oxirida shu ta yo'q. Ammo erligi bo'lmasin maylitti, buning oxirida kichik ta bo'lgan bo'lsa. Demak, buningda ta yo'q va shu erlik yo'q. Shuning uchun bu jam'i muannas salim shaklda ko'plik qilinmaydi. Ya'ni alif va ta orqali ko'plik qilinmay, boshqa shaklda ko'plik qilinadi. Jam'i taksir shaklda ko'plik qilinadi. Haid, havoid, hamil, havamil deganga o'xshagan shaklda ko'plik qilinadi. Bu ikkinchi sharti. Uning agar muzakkiri bo'lmasa, cho'qim ta'dan xoli bo'lmasligi kerak. Üçüncü sharti va in kana isman, endi yuqoridagi sifat bir ayollik shakldagi ism sifat bo'lib qolsa,
muzakkir bo'lib qolsa, muzakkir vonun orqali ko'plik qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni jami' muzakkar salim shaklda ko'plik qilgan bo'lishi kerak. Endi sifatgan uning muzakkir bo'lmay qolib qolsa, chuqum u sifat, ya'ni muannas sifat ta'dan xoli bo'lmasligi kerak. Ta bilan birga bo'lishi kerak. Endi sifat emas muannas ismkan. Ya'ni xos ismkan, ayollarga bo'lgan alam xos ismkan. Bunda bo'lib qolsa desa, va in kana isman ghayru sifa, agar sifat emas ism bo'lib qolsa, jumi'a bil alif va ta bila shak. Bu alif ta orqali shartsiz shu ko'plik qilaveramiz buni. Nima bo'ladi? Hindun degan ayolning ismi Hindat. Fatimanchu Fatimat deganga o'xshagan. Buni shartsiz shu ko'plik qilamiz. Alif ta orqali shu ko'plik qilamiz. Endi jam'i muannas salimga qo'shiladigan mulhaqlar bor. Yuqori so'zlagan shartlarga tushmaydi. Ammo mushuni o'xshash muomala qilgan shu mulhaqun bi jam'i muannas salim deb muannas salimga qo'shilgan holatda muomala qilinadigan jam'i muannas salim. Deydi yulhaqu bi jam'i muannas salim fi i'rabihi shay'an. Endi jam'i muannas salimga uning i'rabida, ya'ni jumlaning o'rnida ikki narsa qo'shiladi. Birinchisi ulat. Ulat, sahibat degan ma'nodagi ulat. Ulat bo'lsa igilari degan ma'noda, sahibat ma'nodagi ulat qo'shiladi. Ma summiya bihi min hadha al-jam'i. Endi mushu jam'idan atalgan narsa, ya'ni mushu jam'i shaklda alif va ta orqali ko'plik qilingan mushu jam'i shaklda arablardan kelgan so'z bo'lib qolsa, buning o'rnicha mulhaqun bi jam'i muannas salim deb jam'i muannas salim o'xshagan shaklda muomala qilinadi. Masalan, arafa, arafa deydi. Arafat desakcho bu alif ta bilan. Garchi biz yuqori so'zlagan nimaga tushmasimi, shartlarga tushmasimi, bu ya sifat emas, ayolning bir sifat emas. Olim solih deganga o'xshagan, olima soliha deganga o'xshagan yoki bir xos ism emas. Bunda bo'lib qolsa-mu, arablarning shu pati kagachga biz buningga jam'i muannas salimga qo'shib turibchi muomala qilamiz. Endi biz bu jam'i muannas salim ism va ba'zi arablarda, arab tilida bunday ismlar bor. Oxirida ayollikning kichik kasba ismlar bor. Shajaratun deganga o'xshagan. Bu ismlarni jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, qanday ko'p qilamiz deganda, jam'ul maqtum bitta. Endi ta bilan ayg'lashgan ismlarni jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, tuhdafu ta'uhu wujuban. Uning ta'sini vojiblik yo'liga asosan tashlaymiz. Masalan, shajaratun desak, buni oxiri kichik ta bor. Buni biz jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, buni oxiridagi kichik ta'ni shu tashlaymiz. Nima bo'ladi? Shajaratun bo'ladi. Fatimatun, buni oxirida shu kichik ta bor. Buni ayollar shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, Fatimatun. O'zining kichik ta'sini qanday qilamiz? Tashlaymiz. Demak, ta bilan ayg'lashgan ismlarni biz oxirgi kichik ta'ni tashlab bo'lgandan keyin alif ta'ni akilib shu ko'p qilamiz. Endi maqsur ismlarni, maqsur ism degan qaysisi? Hubla, fulla deganga o'xshagan oyollik shakldagi maqsur ismlarni biz jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, qanday ko'p qilamiz deganda, jam'ul maqsur jam'an muannasan. Maqsur ismni muannas salim shaklda ko'p qilish fa hamzatuhu tu'ta hukmaha fi at-tathniya. Endi maqsur ismning hamzasiga ikkilikdagi hukm beriladi. Ikkilikda biz qanday hukm bergan bo'lsak, shunday hukm beriladi. Biz maqsur ismning ikkiligiga qanday hukm bergan? Ikkilikda uning hamzasi qanday hukm bergan deganda, uning hamzasi 3-harfda bo'lib qolsa, 3-harfda bo'lib qolsa, ko'pincha holda nimaga qaytdi? Vo qaytdi. Biz bu gapni qilib qo'yib turib, demak, maqsur ismning hamzasini 3 harfdan oz bo'lib qolsa, nimadan o'zgargan bo'lsa, shuni qaytaramiz. Nimadan o'zgargan bo'lsa, shuni qaytaramiz. Ammo u alif maqsur 3 harflikdan ortiq bo'lib qolgan maqsur bo'lib qolsa, ya'ni u maqsur ism 3 harflikdan ortiq bo'lgan, hubla, fudla deganga o'xshash 4 harf yoki 5 harflik bo'lib qolsa, u ayollar shaklidagi ism desa, buni biz har qanday ahvol ostida yo qaytaramiz. Biz buni ikkilik ismni so'zlagan. Shu bo'yicha bo'ladi. Ya'ni hublani biz muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, hublayat, hamildor ayollar, fudlayat, fudla degancha fudlayat deb ko'p. Demak, maqsur ismni biz jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, maqsur ismni jam'i
muannas bo'lgan maqsur ismni jami muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, uning hamzasi, ya'ni alifi, qisqartirma alifi 3-chi harfda, ya'ni 3 harflik bo'lib qolsa, shu maqsur muannasdan 3 harflik bo'lib qolsa, nimadan kelgan bo'lsa, nimadan o'zgargan bo'lsa, uni qaytariladi. Agar 3 harflik ortiq bo'lib qolsa, maqsur muannasdan bu har qanday ahvol asosida ya qaytariladi deymiz. Endi maqsur ismlarning ichidan hudla, fudla deganga o'xshagan birinchi harfi peshi qo'yilgan maqsur ismlar bor. Buni mush qoidaga solamiz. Undan boshqa birinchi harfi izvar o'qilgan atsha, atsha, kesla deganga o'xshagan ayollik shakldagi ismlar. Sifatlar bor. Buni muannas salim shaklda ko'p qilamda o'qilsa yo'q. Bu birinchi harfi izvar o'qilgan maqsur ayollik ismlar, bu bunun köplüğü erlik bilan o'xshash chiqadi. Masalan, atshaning köplüğü aytash chiqadi. Erlik köplüğü shu, ayollik köplüğü shu. Mushunga o'xshagan. Jav'a shundaqo, jiya köplüğü erlik köplüğü ayollik köplüğü shu. Faqat jam'i maqsur, maqsura, muannas bo'lgan maqsur ismni muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, yuqoridagi qoida birinchi ko'p qilinadi. Agar uning birinchi harfi pash qilgan bo'lsa, ko'pincha hollarda pash qilgan bo'lsa, hubla, hanim qilug'liq pash, fudla, fanim qilug'liq pash. Endi mamdud ismni, ya'ni ayollik shakldagi mamdud ismni jam'i muannas salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lsak, qanday ko'p qilamiz deganda, uning hamzasiga mu ikkilikka qoidani hukmni beramiz. Ikkilikka qanday hukm bergan biz buningga? Asli holatda, asli bo'lsa buning hamzasi shu peticho qilib qoladi. Xuddi vudda'at deganga o'xshagan. Endi vudda'ni ayolligini chiqarsak, vudda'atun bo'lsa, vudda'at. Buni hamzasi asli bo'lg'achqa o'zbat qilib qoladi. Agar ayollik uchun ortiq qilingan bo'lsa, bu-chu vo qaytariladi. Agarda vodin yoki yodni o'tkazgan bo'lsa, buning ikki xil yo'l to'g'ri. O'zbat qilib qo'yish yoki shu kelgan, o'zgargan harfiga, ya'ni o'tkazgan harfiga qaytarish ikki xil yo'l to'g'ri. Shunga sahra da biz bunun hamzasi ayollik uchun ortiq qilingan. Shunga biz buni vo o'zgartirib, undan keyin alif tan akirib turib, jami muannas salim qilamiz. Nima bo'ladi? Sahravat bo'ladi. Vudda'at bu o'zbat bo'ladi, chunki buning hamzasi qanday hamza? Buning hamzasi asli bo'lgan hamza. Mana bu mamdud ismninki ayollik shakldagi mamdud ismning jam'i muannas salim shaklda ko'p qilinishi. Endi salat, zakat deganga o'xshagan oxirgi kichik ta bo'lgan ismlarni biz, ya'ni ayollikning ta'siridan ayoqlashgan bu ismlarni ko'p qilmoqchi bo'lsak, qanday ko'p qilamiz deganda, va idza jama'ta mithla salat, zakat mimma alifuhu mubaddalatun min al-way aw al-ya. Endi salat, zakat deganga o'xshagan uning alifi vodin yoki yodin yo'tkalgan salat, zakat deganga o'xshagan bunda ismlar o'qasa, buni huzifta minhutta yoki huzifat minhutta. Uningdan ta tashlanadi va alifi asliga qaytariladi. Asliga cho qaytariladi. Zakat, salat alif asliga qaytariladi. Masalan, salavat, zakovat. Demak, jam'i muannas salim aloqador bo'lgan qoidamiz mushu yerda ayirlashdi. Hamda biz 5da jam'isini tushuntirgan vaqtimizda jam'ini biz cho'ng jihatdan ikkiga ayirgan. Jam'i salim, jam'u taksir yoki jam'u mukassar. Jam'i salim deganimiz ko'plik qilingan vaqtida birlikki buzilmay ko'plik qilingan bo'lsa, biz buni salim. Agar ko'plik qilingan vaqtida birlikki parchalanib ketgan bo'lsa, biz buni jam'u taksir deb atagan. Salimni biz uning erlikini jam'i muzakkar salim vo bilan nun orqali ko'plik qilinadi yoki ya bilan nun orqali ko'plik qilinadi. Uning ayolligini biz alif ta bilan ko'plik qilinadi, jam'i muannas salim deb atab ikkiga ayirgan. Jam'i muzakkar salim va jam'i muannas salim. Endi biz jam'u taksir haqida so'zlamadik. Endi biz buni so'zlaymiz. Jam'u taksir. Endi jam'u taksirning biz nimaligini o'rganib bo'ldik. Jam'u taksir deganimiz ko'plik qilgan vaqtida uning birlik holati buzilib ketgan bo'lsa, o'zgarib ketgan bo'lsa, biz buni jam'u taksir deb atadik. Endi jam'u taksir bu ikki turlik bo'ladi. Birisi jam'u qilla. Jam'u qilla. Bu jam'u qilla degan nima? Buning ta'rifi nima? Tunishtirish nima deganda, jam'u qilla deganning o'zining ma'nosini chiqib turibdi, ozlikning jamisi edi. Ya'ni bu
3dan tortib 10 qadar o'xshash bo'lgan narsani ifodalashni ishlatiladi. Deydi, jamoat qilla deganimiz ma'vudi'a li adadin qalil. Az bo'lgan sonni ifodalash uchun, ya'ni az bo'lgan son uchun qo'yilgan narsa. Bu az bo'lgan son degan qaysi? 3dan tortib 10 qadar. Masalan, 10 dan keyin bo'lsa yoki 7 dan keyin bo'lsa yoki 4 dan keyin bo'lib qolsa, buningga biz jamoat qilla ishlatamiz. Bu jamoat qillaninki vaznlari, qiliplari, o'lchamlari qaysi deganda biz buni so'zlaymiz. Masalan, athvob degan bu jamoat qilla o'lchimidagi ko'plik ism. Jamoat qilla o'lchimidagi ko'plik ism. Biz athvob degan gapni 100 tal keyin bo'lsa athvob desak bo'lmaydi. Vaqtcha tiyab da boshqa bir o'lcham bilan aytamiz. Athvob degan bu xil qilib faqat jamoat qillaning 7 tal, 8 tal keyin bo'lib qolsa athvob deymiz. Demak biz jamoat qillarni tushundik. 3dan tortib 10 qadar bo'lgan narsalarni ifodalashni ishlatiladigan ko'plik qurilmasi. Buning qurilmalari, buning o'lchamlari qaysi deganda, buning qiliplari, vaznlari, buning 4 dona vaznisi bor. Valahu 4 awzan. 4 dona vaznisi. Af'ila, af'ul, af'al, fi'la. Demak, mushkil o'lchamda kelgan ko'plik ismlarni biz jamoat qilla deymiz. Athvob nima biz jamoat qilla deymiz. Qaysi xil o'lchamga tushadi? Af'al degan o'lchamga tushadi. Demak biz jamoat qillani tushundik. Jamoat teksining birinchisi jamoat qilla edi. Ikkinchisi esa jamoat kafra. Ko'plikningki jamisi. Buning o'zini chiqib turibdi. Bu jamoat kafra degan nima deganda jamoat qillaning aksi. Ya'ni ma tajawaz 3 ila ma la nihayata lahu. Bu 3dan tortib nihoyati yo'q narsani bildirish uchun keladi. 3dan tortib nihoyati yo'q narsaga o'tgan narsa. Masalan, jibal, shunday jibal, tog'lar. Masalan, thiyob desa kiyimlar. Bu son sanoqsiz kiyim bo'lib qolsa thiyob deymiz. Agar 10 taldan az bo'lib qolsa, 3 taldan ko'p bo'lib qolsa athvob, af'al o'lchimida aytamiz. Endi bu jamoat kafraning qilib vomi, o'lchim vomi deganda, ya'ni biz jamoat qillarni farqlantiradigan, boshqa ko'plikdan farqlantiradigan o'lchim vomi desa, uning nihoyat ko'p o'lchamlari bor. Biz uni sanab bo'lmaydi. Bir qanchisini sanaymiz. Valahu iddatu awzan. Uning bir qancha vaznlari bor. Uning qatorida mafa'il. Masalan, mafa'il degani masajid deganga o'xshagan, mafa'il degani mafatih deganga o'xshagan. Fi'al, masalan, jibal deganga o'xshagan. Fi'al, jibal deganga o'xshagan. Fu'al, shundaqo, fu'ul. Ana shunga o'xshab bir qancha xil o'lchamlar. Demak, jamoat qilla deganimiz 3dan tortib 10 qadar narsalarni ifodalash uchun keldi-ekan, jamoat kasracho 3dan tortib chekib bo'lmagan narsani ifodalash uchun. Endi bu jamoat qilla cho'qim 3dan tortib 10 qadar bo'lgan narsani ifodalash uchun keladi. Undan ortiq kelib qolsa xato bo'ladi deganda, yo'q. Bu ko'pincha hollarda qo'llaniladigan o'lcham. Ba'zida jamoat qilla jamoat kasraning o'rnini ishlatilib qolgan ahvollar uchun bor. Deydi, "Va qad yusta'malu jamoat qilla fi mawdi'il kasra va bil aks." Endi jamoat qilla, jamoat kasra o'rnicha ishlatilib qoladi. Va bil aks. Aksimi, ya'ni jamoat kasra, jamoat qilla o'rnicha ishlatilib qoladi. O'zaro o'rni almashib qolgan ahvollar uchun bor. Bu cho'ng masala emas. Endi ismul jamoa. Jamini so'zlayapti, bu yerda deb qo'shib tegishli bir gap bor. Ismul jamoa deb bir gap bor. Ismul jamoa ko'plikning ismi deb. Ya'ni bu ko'plik bo'lgan bir ismi bo'lgan bo'lsa, ismul jamoa. Masalan, qavm desak, bu qavm degan bir ko'p odamlarni tashkil topgan bir so'z. Buni biz mana qavm degan so'zni ismul jamoa deymiz. Ismul jamoa deganimiz huwa ma tadammana ma'na al-jamoa. O ko'plikning ma'nosini o'z ichiga olgan. Masalan, qavm desak, nurg'un odam bir yerga kelgandan keyin qavm bo'ladi, shundaqmi? Ammo buning lafziy jihatdan bu birlik, ma'no jihatdan ko'plik. Shuning uchun deydi, ko'plikning ma'nosini o'z ichiga olgan bo'lsa ismi jamoa. G'ayra annahu la wahidun lahu min lafzihi. Lekin annahu la wahidun lahu min lafzihi deydi. Lekin uning uchun o'z lafzidan birlik yo'q. Masalan, qavmni biz ma'no jihatdan ko'plik dedik. Buning yana mush ko'plikninki ma'no jihatdan birlik bormi desak, o'z lafzidan yo'q. Birlik qilgan vaqtimizda u parcha boshqa bir lafzdan chiqadi. O'z lafzidan uningki birligi yo'q. U endi buning qanday muomala qilamiz? Bunda ismul jamoa, ya'ni ma'no jihati ko'p. Masalan, jamoat, qavm,
xalq, sha' deganga o'xshagan ma'nosi ko'p ma'noni bildirilgan. Ammo lafzi birlik. Manda ismul jam'iga qanday muomala qilamiz deganda ikkili xil muomala to'g'ri. Ya'ni uning ma'nosini e'tiborga olib turib ko'p shaklda muomala qilsak bo'ladi. Uning lafzini e'tiborga olib turib birlik shaklda muomala qilsak to'g'ri. ولكن تعامله معاملة الفرد مفرد باعتبار لفظه. Onun lafzini itibar qilib mufrad muomalasini qilsangizmi bo'ladi va muamalatul jam'i bi'atibar ma'nahu. Uning ma'nosini itibar qilib jam'ini muomalasini qilsangizmi bo'ladi. Unda bo'lsa o'qitishlar bugungi darsimiz, ya'ni jam'iga aloqador bo'lgan darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Buning oxirida ko'nikmalar berilgan, bu intayin muhim, buni ishlaysizlar. Birinchisi, ixtaril ijabata sahiha fi ma yali. Tuandakilardan to'g'ri javobni tanlang. Hamza, Talha, Ubayda. Bu ismlar muannas haqiqiy, muannas lafziy, muannas majazi. Qaysi to'g'ri? Sawfa ahsulu ala ma'dal. Hamda yuqur ma'dalga, numurga erishiman demakchi bu yerda. Ala ma'dalin aliyun demdik, alin demdik, aliyen demdik. Demak, maqsur ismning qaysini kelamiz bu yerga. Mushu bo'yicha, talab bo'yicha to'g'ri bo'lgan tizimlikni tanlaysizlar. Ikkinchisi, tuandagi jumladagi manqus, mamdud, maqsur ismni chiqaring deydi. Ya'ni ism degan o'tirgizlar, uning turini, naw'uhu degan ostiga yozinglar. Masalan, birinchisida najal fata minal gharq. Yigit g'arq bo'lib ketishdan qutuldi desam, bu yerdagi fata ism shundaqo. Qanday ism buning turi? Maqsur ism. Mushuning o'xshagan. Ya'ni ismlarni maqsurdan mamdudni, manqusni o'zaro ayirishni o'rgatmoqchi bu ko'nikmada. Uchinchisi fanni wajma' ma'a dhikri naw'iha fi ma yali. Tuandakilarningki ikkilikini va ko'plikini keltiring. Fanni degan ikkilik qiling, wajma' va ko'plik qiling, uning turini bayon qilishlar. Hada desak bu ayolning ismi shundaqo. Buni ikkiligicha hadayan, ikki dona hada yoki huda degan bo'ladi. Buni muzakkar ko'pligicha, bu muzakkar ko'pligi chiqmaydi, chunki bu ayollar xossi bo'lgan. Buni keltirmaymiz. Jami' muannas, buningki ayollar ko'pligicha bo'lsa hadayat yoki hudayat chiqadi. Buning turi qanday ism? Maqsur ism. Demak, tuandagi ismlarni ikkiligini keltirishlar, yuqoridagi talab bo'yicha boshlanuvchi to'ldirishlar. Unda savdoshlar bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.